Yaxshi amallarni darajaga tizimlash kerak. Masalan, kishi 2 farzga duch keladi, uning biri darhol ado qilmas o'tib ketadi, yana biri o'tib ketmaydi. Ba'zida 2 nafl amalga duch keladi. Birining vaqti tor, yana birining keng. Agar oradagi darajaga rioya qilinmaganda beparvolik qilingan bo'ladi. Buning o'xshash misollar intayin ko'p. Gunoh oshkora, ibodat mashkora. Tutuq bo'lg'ini ba'zi ibodatlarni, yana ba'zi ibodatlarni oldiga qo'yish. Xuddi farzni naflning oldiga qo'yish, farz aynni farz kifoyaning oldiga qo'yish. Ado qiladigan odam yo'q bo'lgan farz kifoyani, ado qiladigan odam bor bo'lgan farz kifoyani oldiga qo'yish. Bakrak muhim bo'lgan farz aynni undan to'varak bo'lgan farz aynining oldiga qo'yish. Vaqti o'tib ketadigan farzni, vaqti o'tib ketmaydigan farzni oldiga qo'yish deganlarga o'xshash. Buning uchun yana qo'lidagi iqtisodiy oila chiqimlari bilan haj qilish yetmaydigan kishini misol qilishimiz mumkin. Agar bundaq kishi haj qilgan bo'lsa, dötlik qilgan bo'ladi. Chunki bola chaqalarning haqqi haj qilishning oldida turadi. Mana bular muhim bo'lgan farzni uningdan to'van bo'lgan farzning oldiga qo'yganlik bo'ladi.